Assalomu alaykum azizlar. Alloh barchaga shifo bersin. Sog' salomat bo'linglar. Xo'p, bizga hozirgi kelayotgan bemorlarda aksariyati grija kasalligi. Pozonochniy grijasi, disk grija deydi uni. Buni nerv qisilib qolsa, grija kattalashgan sari nervlar qisiladi, oyoqlar og'riydi, oyoqqa berib og'riydi. Buni kimlardir operatsiya qildiramiz deydi, kimdir operatsiyasiz davolayman deydi. Eng yaxshi samarali davo usuli buni operatsiyasiz davolash. Grijani operatsiya qildirgandan keyingi holat 50-50 bo'ladi-da. Doktorlar aytadi buni, operatsiya 50-50. Grijani operatsiya qildirgandan keyingi holatning qaytalanish ehtimoli bor. Shuni hisobiga ko'pchilik operatsiya qildirmayapti. Xudo xolasa kelib bizda shu o'zingizlar bilasizlar, apiterapiya yo'nalishi asalari shaxtida davolaymiz. Asalarining zahrida 73 xil ortiq element modda bo'lsa, shularda 8 ta element moddasi shu bez, qalqoson bez bo'ladimi, grijani, o'sha pozonochdan chiqqan grija, go'sht bo'ladimi, grija, shularni so'rdirib beradi. 8 ta element moddasi. Shulardan xudo xolasa kelib davolansa, tabiiy muolaja bilan 100% tabiiy himoyatlarsiz organizmga zo'r foydasi bor. Faqat grijani o'zi emas, tanada oyoq og'rig'i, bel og'rig'i, revmatizm, polartrit, pochka shamollashi, prostata, adenoma va davleniya sahalariga ham foydasi bor. Alloh barchaga shifo bersin. Kelayotgan bemorlarimiz xudo xolasa ko'pi shifo topib ketyapti. Alloh salomat